Hammaga salom bolalar, mana ismim Kompot, mani yangi videomga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rdinglarmi mani yangi qilichimni, buni kattaligini qaranglar. Bu dragonni qilichi bo'ladi, bu любойni yutolmaydi. Men bu qilichlarni bozordan sotib oldim bugun. U yerda har xil qilichlar bor edi, lekin men zo'rg'a eng zo'r qilichni oldim boru, yana unchalik qimmat ham emas ekan. Atigi 6 izumrudga zo'rg'a talashib oldim. Yana buni o'rinini qaranglar, 46 ta o'rin bor bu. Любой griffer yutadi, любой cheater yutadi bu. Вообще любойni yutadi, даже drakonning o'zini ham yutolmaydi. Agar griffer qanaqamizga qishlog'imizga kelsa bitta mundoq qilaman bo'ldi, griffer yutdi. Cheater kelsa bo'ldi, bitta qilaman yutadi bo'ldi. Judayam zo'r qilichda boru, menga rosa yoqib ketyapti shu qilich. Yana arzonga sotib oldim. Atigi 6 ta izumrudga qaranglar. Shunaqa zo'r qilich. Ketding nima shu qilichni borib hammaga ko'rsatamiz tak. Men eng zo'r qilich sotib oldim. Menga teng keladigani yo'q. Qishloq, san точно aytyapsanmi? Bu oddiy xo'roz-u. San o'zing xo'rozsan, bu qilich bu xo'roz emas. Tak, hammaga salom qishloqilar, nima qilyapsizlar, nima gaplar? Salom Kompot. San bugun qilich bozorida bo'libding. Qarama qanaqa qilich sotib oldim. Men bordim. Nima bu, xo'rozmi? O'tda xo'roz sotilmayapti shekil. Sizlar o'ynashyapsizlarmi? Qanaqa xo'roz, qilich bu? Nima? Bu qilichmi? Ha, bu eng zo'r qilich. Menga sotuvchi shunaqa dedi. Qishloq sani sotuvchi menimcha aldadi, chunki eng zo'r qilich menda. Oho, Kompot, nima sani qiliching bunaqa chiroyli? Nimasi buniki chiroyli? Bu oddiy qiluvchi, mana meniki zo'r, juda ham kuchli. Juda ham kuchli doston, menikini qarang, 46 ta o'rin. Voy, dalli Kompot, rostdan. Manda yozib qo'yilgan necha o'rinligi. Qani qishlog'i berish, men bitta ko'ring, o'rinni ko'rib beraman. Tak, sen menikini ko'rib turgin. Qaranglar, rostdan ham xo'rozli qilich ekan. Bunda lekin rostdan ham o'rin yozib qo'yilmagan ekan. Sanda rostdan ham qurolti ekan. Nima bunaqa yozib qo'yilmagan ekan? Chunki bilasanmi, sanda yozib qo'yilmagan, chunki san aldab yuborishganda. Sizlar hammanglar kulyapsizlar. Bilasizlarmi, bunga urug' yozib qo'yilmagan, chunki unaqa son yo'q. Bu juda ham kuchli qilichda. Qishloq, san o'zi buni nechi pulga sotib olding? Где-то 1 izumrudga sotib oldim. Qishlog'i san rostdan ham aldab yuborishibdi. Necha marta aytish kerak, mani aldab yuborishmagan. Bu qilich любойni yutolmaydi. Даже Kompot sari ham mana qanaqadir zo'r qilichim bilan. Qishloqqa bunaqa demasang bo'lardi boru, lekin kes bor o'ynaymiz. Mani qilichim sanikini 100% yutadi. San menga nima urush xohlayapsanmi? Ha, urush xohlayapman. Urush qilamiz. Kimni qilich yutarkin, sanikimi yoki menikimi? Qishloqqa yo'da uni yutqazib qo'yasan. Yo'q, men yo'dim yo'q, men buni 100% yutaman. Agar qara, san yutqazsang, men ikkita tiligimni bajarasan. Mayli, agar san yutqazsang, san mani ikkita tilimni bajarasan, bo'ladimi? Mayli, kelishdi. Inshoda yarim soatdan keyin ko'rishamiz. Yur, mani xo'roz qilichim. Xo'roz qilichim deyishini qaranglar ana uni. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tushunmayapman, devoru ne bunaqa sport o'ynayapti, u baribir yutqazadi-yu bunaqa qilish bilan. Mayli, zato u уже sport o'yini bo'ldi. Men unga beradigan ikkita zo'r tilaklarim bor. Men uni juda ham eshitib borgim kelyapti. Boru qishloqlar, kelinglar, ko'rasizlar men uni yutishimni. Qishloqi bekor men bilan sport o'ynadi-da, boru qattan meni yutadi. U xo'rozli qilishi bilan, agar menda drakonni qilishi bo'lsa, вообще, lekin boru men zato sport o'yini bo'ldi. Men ikkita tele bera olmayman. Agar rostdan men yutqazib qo'ysam-chi nima bo'ladi? Agar men yutqazib qo'ysam, men shu qilichni men yeb qo'yaman-da. Men пока что dam olib olay, keyin urushda ko'rishamiz. Bugun bundan urush bo'ladi. Kompot uni drakonli qilichi bilan, qishloqqa uni xo'rozli qilichi bilan. Men bugun точно yutaman Kompotni. Biz buni ko'ramiz kim yutarkan. Bolalar, men sizlarni arenaga o'tib olishinglarni so'rayman. Kompot, san qizil joyiga o'tib ol, qishloqqa san esa ko'k joyiga o'tib ol. Hozir cho'tki bo'larkanda. Hozir o'yin boshlanadi. 1, 2, 3, o'yin boshlandi. Bu yoqqa
Kompot sani nechta uroning chakdi? Qancha Endi nechta chakdi hozir kompot? manda hech qancha chakmadi. Sanda esa qancha chakdi? Voy, voy dalli o'lib qoldi-yu bu. Qishloqlar unaqa baland kulmanglar. O bechara qishloqqa hozir yig'lavormasin yutqazganiga. O'zi nima bilan o'ylayotgandi boshlashdan oldin? Oh, dalli mana spam bo'ldim. Ammo qanaqasiga men yutqazdim bu o'yinni? Tushunmayapman-da boru. Tak, u qachon spam bo'lib kelarkin a? Ana kelyapti. Birinchidan mana qilichimni qaytarib bergin. Ikkinchidan esa qanaqa unaqa qilding? Kompot san mani yutib qo'yding-ku. Rostdan ham qanaqa qilib sani yutgan ekanman a? Ammo mani rostdan ham aldashibdi-yu. Nima endi man san ikkita tilingni bajarishim kerakmi? Ha, bizga ham rosa bo'lyapti. Tak, mani birinchi tilegim. Qara, san xo'rozli qilich sotib olding-ku, to'g'rimi? Nega san o'zing ham xo'roz bo'lmaysan? Qanaqa qilib bu kompot? Hozir men senga kerakli kiyimlarni olib kelib beraman. Sen kiyib olasan o'shani. Tak, yurchi mani oldimga. Buyoqqa qishloqqa. Qishloqqa chiqqan. Yo'q, kompot man chiqmayman. Chiqqan, sen bajarishing kerak buni. Bu mani birinchi tilegim. Mayli, man hozir chiqaman. Tak, mana qara ekan. Kompot, san uni qarang. Bolalar kulmanglar. Bechara o'zi takib uyalib ketyapti-yu. Endi nima qilishim kerak men endi? Aytgin nima qilishimmi? Tak, endi hozirgi sani ishing borasan-da, merga oylikni ko'tarib berishini so'raysan. Chunki sen xo'rozsan-ku. Sen o'ynashyapsanmi? Kompot mani qishloqdan haydab yuboradi-yu unda. Yo'q, bor qilasan shu ishni. Bu mani tilegim bor tez. Mayli, qilaman. Mayli, xo'p, qilaman. Faqat tavayt kelishib unaqa baland kulmanglar, xo'pmi? Ha, bo'ldi, kiraversan. Baland kulmaymiz. Qishloqlarda kulamiz lekin unaqa baland kulmaylik, sezib qolmasin. Mer, salom, man xo'rozman. Kukariko, mani oyligimni ko'tarib ber, iltimos. Man xo'rozman endi. Qishlog'i san jintirobmisan, nimalar qolsam, nima deyapsan sen вообще? Kukariko, iltimos oyligimni ko'tarib ber, man endi xo'rozman-ku, man to'g'rimi? Qishlog'i, man sani hozir qishlog'idan haydab yuboraman, tushundingmi? Nimalar qolsa san bu yoqda? Qaranglar nima qilyapti. Pastroq kulinglar. Iltimos, mer, man bug'doylarni yeyman, bug'doylarni terishib yuboraman, ko'tarib ber, iltimos. Qishloq, hozir man ochgachamsan yeyman, agar san ketmasang mani haydab yuboraman. Mer, bo'ldi, man tushundim, man ketdim. Qaranglar uni nima qilganini. Men вообще hayron bo'lgan bo'lsa kerak. Qani o'zi qayoqqa qochib ketdi? Kompot, mana buni eshitsam bo'ladimi? Yomon uyalib ketyapman man boru. Mayli, bemalol yechur. Endi zato ikkinchi zadaniya bo'ladi sanga. Qanaqa zadaniya yana kompot? Bu judayam zo'r tilak bo'ladi. Sen menga keraksan qishloqqa. Bitta chiqib bera olasanmi? Kompot, ehtiyot bo'lgin faqat, xo'pmi? Bo'ldi, ehtiyot bo'laman. Tak, qishloqqa mana buni ichib yuborgin. Qanaqa zelya bu? Nima qilib beradi bu? Mayli, sen nima qilib berishiga qiziqmang. Ichgin, bu meni ikkinchi tilagim. Davay, ichgin. No, mayli, ichaman, tak. Nima bo'lyapti? Voy, nima bo'lyapti? Voy! Nima bo'lyapti menga? Dalli, menga nima qildi? Tushunmadim. Uni qaranglar. Qishloqqa qalay ekan yangi obraz. Men tushunmadim. Men nima xo'roz bo'lib qoldimmi? Hozir men senga ko'rsataman. Oy, dalli, nima qildim? Qishloq, men qo'llaring bilan shunaqa zo'r o'ynatyapsan boru. Necha kun men yuraman bunaqa xo'roz bo'lib. Tak, qishlog'i, men aytganimdek kun qilib berdingmi? Da, kompot 5 kunlik qilib berdim. Rahmat kattakon senga. Sen juda zo'r kimiksan. Qanaqa 5 kun? Men endi 5 kun shunaqa xo'rozda yurishim kerak. Tak, qolmasang ko'rsataman. Tak, bu yoqqa. Voy dalli. Qishloq, unaqa qilmagin, iltimos sendan. Mayli, kimnidir bug'doy yomon bug'doy yegim kelyapti boru. Yo'q, menimcha bu yerda hech kimni bug'doy. Qishlog'i qochib o'tdi, qoch ostan yeb qo'yadi. Voy, Yordam beringlar, iltimos, voy, shu yordam beringlar. qoch qishloq, undan qoch yeb qo'yadi ostani.
Shu qishloqni yeb qo'ymagan bo'lsa bo'ldi-da. Yo'q, qishloqni emas, xo'rozni. Xo'rozni yeb qo'ymagan bo'lsa bo'ldi-da, borur lekin yomon ajoyib bo'ldi-da. Zato endi qishloqi biladi men bilan keng safar sportlashmaslikni. Bilasizlar, men bu yoqda borib bitta dona men kulmadim, bitta dona sizlar kulmadinglar. Butun qishloqqa kuldi boru. Kompot ko'proq bilan sportlashib tursang bo'larkan boru. Meni ham kanalimda ko'proq qiziq videolar bo'larkan unda. Kompot xo'roz yeb qo'ymaganmikan nima deb o'ylaysan? Cho'tib boqib Yo'q, hech nima qilmaydi. Ko'rsanmi san, u qanaqa qochib ketganini qo'llari bilan mana bunaqa qilib. Tak, mayli hozir uni qidirib ko'raychi, qani qayerda ekan. Tak, qishloqi qayerdasan? Точнее, xo'roz qayerdasan? Yomon eslab qololmayapman-da boru. Tak, ну, men buni ko'rmadim-da, короче. Bugun zo'r kun bo'ldi-da, boru nushtavorlar. Agar videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Hammanglarni keyingi videomda kutib qolaman. Sog' bo'linglar. Hammanglarga xayr.